Kanalımizga xush kelibsiz. Bugun bizda qaranglar, ikkinchi etapda muammo bor. Muammo mana konkret ko'rib turibsizlar. AdSense'da muammo bor. Mana AdSense ko'rib turibsizlar. AdSense tasdiqlanmadi degan muammo bor. Ikkita muammo. Birinchisi ikkinchi etapda, ikkinchisi AdSense. O'zi asli ikkalasi bitta muammo. Hozir shuni hal qilamiz. Qaranglar. Xo'p, mana muammo turuvdi. Men hozir AdSense ga uladim. YouTube support bilan aloqaga chiqdik. Mana o'sha yaxshi xabar, xullas tasdiqlandi dedi. 3 soatda hal bo'ldi do'stlar. Mana men через o'sha to'g'ridan to'g'ri onlayn suhbatga kirdim, YouTube support bilan aloqaga chiqdik va 3 soat ichida hal qildik. Hozir mana sizlar bilan ko'ramiz. $84 do'stlar pullarni vassanovit qilib berdim. $84 pulni vassanovit qilish shu xizmatning ichida bo'ldi. Hozir mana ekranni bitta обновление beraman. Hozir ko'rasizlar. Bitta обновление bersam o'zgarish kerak. Xo'p, mana AdSense'imiz xullas $84 tiklandi. AdSense mana bunaqa muammo bor edi mana. Hozir обновить beraman, qaranglar. Mana обновление bersam, AdSense muammo to'liq qutuldik bundan. AdSense hal bo'ldi. Endi YouTube ichini ko'ramiz. Bitta обновление beraman buni ham. Bu ham mana hal bo'ldi. Всё, mana ko'rdinglarmi? Endi o'zgardi. Endi ikkinchi muammo bor ekan, pin kod chaqirish kerak. Endi pin kod chaqirib bersam birato'la bemalol $84 boyaga pullarni yetsalar bo'ladi do'stlar mana. Ko'rib turibsizlar? Shunaqa holatlar bo'lsa, AdSense'da masalan bitta odam ikkita, uchta ochib tashlashi mumkin-da. Bularda ham xuddi shunaqa muammo bo'lgan. Ikkita AdSense ochganlar. Mana eskisini e'tibor beringlar-da, mana eskisi sizlarda AdSense bor deyapti. Men muammoni hal qildim-ku mana. Hal qilganimdan keyin esa, hozir ko'rasizlar. Chiqib ketaydi mana. Muammoni hal qilganimdan keyin o'sha verification, ya'niki pasport ma'lumotlarini kiritib, endi pin kod so'rayapti. Pin kod hal qilib bersam, xudo olasa, shu bilan bemalol pullarni yetsalar bo'ladi nasib bo'lsa. Asosiysi $84 pullarni tiklab berdim. AdSense tiklandi qayta. 3 soatlar adashmasam vaqtim ketdi, mana hal qildik. Xo'p, YouTube bo'yicha do'stlar nima xizmat kerak bo'lsa 99 lik 791 32 32 do'stlar. Telegramdan aloqaga chiqarasizlar. Xudo xohlasa, qo'limizdan kelsa YouTube bo'yicha ishlarni hal qilib beramiz. Knopka chaqirish, monetizatsiyaga ulash, YouTube kanal ochib berish, xolos YouTube bo'yicha любой muammo. Faqat Telegramdan yozish kerak. Telefon qilmanglar, telefon qilsanglar javob bera olmasligim mumkin. Chunki odam soni ko'proq. Shuning uchun iloji boricha Telegramdan yozaverlar do'stlar. Batafsil rasmlari bilan ketma-ketda shunaqa muammo bo'lyapti desanglar, chiroyli holatni ko'rsatib ko'rib hal qilib beramiz nasib bo'lsa. 99 lik 791 32 32 do'stlar. Salomat bo'ling.